Bir necha kun oldin kitob do'koniga kirgandim va qachondan beri rekomendatsiyamdan chiqib kelayotgan bitta kitobni oldim. Dark roman ekan. Ana bu kitob va mana bu kitob o'zi meni rekomendatsiyamdan juda ko'p chiqqandi. Bittasini Vibersdan zakaz qilib yubordim, 4 ta qismini ham, 4 ta tomini ham, uni ham raspakovka qilamiz sizlar bilan. Ammo hozircha keling, buni ham 2 ta tomi bor. Hozircha birinchi qismini mana buni oldim. Bilmayman, men Dark romanni oldin o'qimaganman, ammo ko'pchilik maslahat berdi, rekomendatsiyam ustiga to'lib ketgan bunaqa asarlarda. No, ko'ramiz, o'qib ko'ramiz. Qanaqa ekan? Keyin raspakovka qilamiz. No, menga obloshkasi yo'qdi. Pichoq yo'q, shuning bilan bilan ochamiz. Voy. Cheri bilan rasmi. Teshib qo'ydim, guys. Короче, bu tom 1 deb o'ylagandim. Оказывается, bu tom 2 ekan, chunki Preseduya aytayli bu birinchi qismi, bunisi esa ikkinchi qismi ekan. Men bilmasdan ikkinchi qismini olib qo'yibman. Endi o'qib bo'lmaydi, buni avval birinchi qismini o'qib, keyin buni o'qish kerak. Buni ovozini eshitibsan? Kitobni ham shunaqa o'shlaydigan ovozni yaxshi ko'raman. Oh my god. Agar mabodo kimdir o'qiganlar bo'lsa, oralaringizda, bez spoiler shunday ta'rifini kutib qolaman. Qiziq. Hozircha shu yerda dekabr oxirigacha umidda bo'lishimiz kerak, chunki blogim ochilganiga 1 yil bo'ladi. Shuning uchun oilamizga qo'shilsangiz xursand bo'laman. Hammaga annyon.